xotinlarga men aytmoqchi bo'lgan bo'lardim. Shu oilada bir-biridan xato topishni o'qitish kerak. Bir-biridan. Siz o'zingiz xatoingizni oqtaring, o'zingiz xatoingizni o'ning. Kelin, siz o'zingiz xatoingizni oqtaring, siz xatoingizni o'ning. Inshaalloh shunda yaxshi bo'ladi. Orada bitta xafachilik bo'lib qolsa ham, kuyov kelindan, kelin kuyovdan xato oqtaradi-da. Yo'q. Endi kelinglar bugundan boshlab shuni bir nima deydi, tajriba qilib ko'raylik-da, tajriba qilib ko'ringlar. Ya'ni oilada jicha xafachilik yo bir kelishmovchilik yo bir janjal chiqqanda, keling, xotin siz o'zingizdan ayb oqtaring, men xatoman deng. Kuyov aytsin, men xatoman, noto'g'ri qildim desin, bo'ldi. Bir soatga bormaydi. Yaxshi bo'lib ketadi, to'g'ri. Inshaalloh chiroyli bo'ladi. Shu yechim shu endi insof bersin, qalbiga Xudo taolo o'zi qo'rqinch solsin. Lekin erkaklar baribir unutmanglar, xotin va bola va qari ota-onamizning nafaqasi, rasxoti, chiqimi, sarfi bizning zimmamizda bo'ladi. Mana shu narsani unutmanglar. Bu bizning bo'ynimizda bu. Bu shart va lozim. Men bu ko'p aytadigan gaplarimdan bittasi, o'g'illari bo'yiga yetib, balog'atga yetib, maktabni bitirgandan keyin ota-ona moddiy tomondan yo nimadir tomondan muhtoj bo'lib, qiynalib yashasa, unutmanglar, nechta o'g'il farzand bo'ladigan bo'lsa, hammasiga gunoh yoziladi. Chunki hamma o'g'il farzand ota-onasini va nikohiga olgan Allohning omonati bo'lgan ayolini va dunyoga keltirgan bolalarini hamma rasxoti, himoyasi, muammosi biz o'g'il farzandlar, erlar va otalarning zimmasida vojib bo'ladi. Shuni unutmaylik, shunda yaxshi bo'ladi inshaalloh. Rahmat.